Assalomu alaykum qarindoshlar. Javadan asos yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 16-cı sınıf darsimiz. Bu sınıf darsimizda biz shu Javadagi intayin muhim hukmning biri aylanma to'g'ri so'zlaymiz, ya'ni loop. Loop hukm to'g'ri so'zlaymiz. Inglizcha loop deydi, ya'ni Uyg'urchada aylanma yoki halqa deb tarjima qilsak bo'ladi. Chunki bu to'xtamay aylanadi o'zimizning ko'ziga maqsad yetish uchun. Hamda aylanmani qanday tushunamiz degan chaqda shu bir bo'lak jumlalarni qayta ijro qilish to'g'ri kelganda biz Javada aylanma ishlatamiz. Hamda bugungi kunimiz aylanma 3 turli aylanma bo'ldi. Bu ya'ni loop. Buni ham inglizcha qanday while loop deydi. Buni men halbuki aylanmasi dedim. While loopni. Anadan keyin do while loop bor. Undan boshqa for loop bor. Bugun shuning birinchisi qanday while loop, ya'ni halbuki aylanmasi. To'xtamay aylanadi o'zimizning ko'zgan natijaga erishish uchun. Biz endi bu Java halbuki aylanmasi kontrol yaqin bayonoti bo'lib, ya'ni biz odatda shu halbuki deymiz while. Shunga bir shart beramiz, ya'ni boolean shart. Shart degan odatda to'g'ri xato bo'ladi, true or false. Endi shartiga asosan shu kod ijro bo'ldi. Agar shart rost bo'lsa yoki true bo'lsa, shu bo'lak kod ijro qildi. Endi inglizlar matay while loopning ichidagi qanday kod ijro bo'ldi. Agar xato bo'lsa to'xtaydi, ijro bo'lmaydi demoqchi. Unda men Eclipse'ni ichishdan burun bir tushuntirib o'tsam qanday while loop bir shart bo'ldi. Shunaqa mana syntax mana shu while loopning ichida biz tirnoqning ichida bir shart yozamiz. Agar bu xuddi if statementga o'xshash. Shu shart qanotlansa, shu bo'lak kod ijro bo'ldi, qanotlanimiz to'xtaydi, ijro bo'lmaydi demoqchi. Mana while loop ichidagi shart false bo'lsa chiqadi. Sirtqa agar to'g'ri bo'lsa, true bo'lsa, aylanma ichidagi kod ijro bo'ldi degan. Bundan so'ng Eclipse'ni ichib buni amaliy misol bilan tushuntiray. 14-kuni shunaqa bir package quray. Buncha bir class qurma. Misol deb qo'yay uni. Masalan, endi kodni shu main metodning ichiga yozamiz, main metodning ichiga. Birdan tortib 10gacha sonni besib chiqarmoqchi bo'lsa qanday qilamiz? Birdan tortib 10gacha besib chiqarmoqchi bo'lsa qanday? 1 shunaqa. 1 chiqdi. Ash har birisini qanday qilamiz? Bir qitimdan 5 chiqdi to'g'ri keldi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mana shunaqa. Birinchi tortib 10 o'xshab. Ham birinchi tortib 100gacha o'schi. 100gacha o'samda shu 100 qitim yozamdi hamda buni. Agar 1000gacha o'schi, 1000gacha qanchayis bo'lmas. Dal mush masalani hal qilish uchun Javada qanday yangi bir hukm, yangi hukm emas, ham siz o'rganmoqchi bo'lgan hukm demak, siz uchun yangi. Biz loop, ya'ni while loopni o'rganamiz. While loop degan while'ning o'zi halbuki yana bir shart berganni o'z ichiga oldi. Bu while loopda asl diqqat qilgan narsa nima deganda, birinchisi shuning sintaksga. Buning syntax qanday? Miyat bir shart va tirnoqning ichida qanday? Bir boolean shart. Ondan keyin miyaga bir qanday statement yozamiz. Birinchisi syntax. Ikkinchi diqqat qilganinglar, biz oldingi qitimliq mashg'ulotchilarda increment, decrement deb bilgan. Men ashurma kimetma deb tanishib qo'ygan. Ya'ni u nima degan chaqda? Masalan, I plus plus 2 plus qo'y, minus minus degandek. Increment, decrement. Hamda biz eng avval qanday birdan tortib 10 besish uchun syntax qaranglar. Birdan tortib 10 besish uchun bir I degan bir sonni misol 'Alaylar bu bir intda. Ay emas, xohlagancha basak bo'ldi. Masalan,
Ay deb bersanlar bo'ldi yoki Urumchi deb bersanlar bo'laverdi. O'xshash. Uni 1 deb ele olay. Chunki 1dan boshlab 1dan tortib 10gacha bo'lgandan keyin 1 o'qni 1dan boshlab olay. Endi negacha bu yerga bir shart beramiz. Bu qanday shart degan chaqda 10 dan ishib ketsa bo'lmaydi. Shunaqa? Mushu ay kichik yoki teng 10 bo'lish kerak. 10 nima o'sishiga oldi. Shunaqa bu bir shart bu. Bu ay emas bu Urumchi, ha? Urumchi shunaqa. Qolgan ilvasan bular ism muhim emas. Endi qanday qilamiz deganda? Mishaga ash Urumchini bosamiz. Urumchini mushu del while qanda mushu aylanib besiverdi. Shu aylanma deymiz. Qayergacha bosadi? Shart qanoatlangicha 10 gacha bosadi. 10 dan kichik bo'lsa sirtqa chiqadi demakchi. Endi del mishada cho'qim biz qanda har bir qitim increment har bir qitimliq aylanish uchun birini qo'shib birimiz buni shunaqa birini qo'shimiz 2 birini qo'shimiz 3 mishaga del incrementni qo'shib birimiz. Mana men mana to'xtatib qo'yay. Birini tortib 10 gacha. Shunaqa. Ham birdan tortib 20 gacha qilib bo'ldi. 20 gacha emas. Mush million hatta shu mush o'zicha ola olgan songa qila olamiz. Masalan 20 bo'lsin qanda birdan tortib 20 gacha. Mush dal qanda while loop. Hamda masalan bu cho'qim inqilam kelmaydi. Bu nimg'im keldi deganda string'im keldi degan gap. Masalan yana bir class quray. Salam dunyoda yana. Masalan while loop shunaqa. Bir deb qo'yay. Ko'pincha birdan boshlang'achqa 1 deb qo'yamiz. 5 deb qolsa 5 dan boshlanadi deb qolsa masalan 5 dan 10 gacha deb qolsa 5 dan 20 gacha deb qolsa qanda men 5 deb qo'ysak 5 dan boshlandi. Mana 5 dan boshlandi mana. While qanda mushu biz salam dunyoni qanda 10 qitim biz chiqiraylik. Har birisini ko'paytirib qilgandan bizdan shu while loop bilan chiqara olamiz. Ana chiqiramiz deganda 10 qitim shunaqa. O'xshashlar shart qanda kichikdan 10. Nima 5 qitim dey, 5 qitim. Mishaga yaqinda while loopning ichiga yozma o'xshashlar yana ash incrementni yozma. Men salam dunyo 5 qitim chiqadi degan gap. Agar men 100 qitim qilsam-chi, 100 qitim qilib uchun 100 qitim har bir qitim copy paste qilib qachalik qilib bo'lsalar ko'paytirib chaplab. Qanday 100 qitim ishlansan. Mesela şunun sağının qanday bilmayatsanlar. Ups, men qizdirib oldim, menga qo'shay bo'lsin. No. Men qo'shash belgisini Okay. Ama int ma bu int bilan qanda birdan tortib qanda 100gacha oldiga intni qo'ydim demoqchi. Mana shu while loopning qo'llanchalik intani yuqori, ha? Bak yuqori. Endi yuqori deganim bilmasam bo'lmaydi demoqchi. Bu yerda. Biz bu darsimiz mushagicha. Tushungan nuqtalar asosida inkas shakl qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.